Axborot texnologiyalari jamiyatning barcha sohalarini qamrab olayotgan bir paytda soha islohotlarini zamon talablari asosida raqamlashtirish dolzarb vazifaga aylandi. Ayniqsa standartlashtirish, sertifikatlash va nazorat sohalarida qog'oz hujjatlarni elektron shaklga o'tkazish orqali jarayonlarni tezkor va shaffof tashkil etish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu maqsadda mamlakatimizda texnik tartibga solish milliy axborot tizimi joriy qilinmoqda. Bu orqali soha yanada ochiq va qulay ishga tushirilishi reja qilingan. Texnik jihatdan tartibga solish agentligi direktori Akmal Jumanazarov va Koikaning O'zbekistondagi vakolatxonasi rahbari janob Shin Myung-sop texnik tartibga solish milliy axborot tizimiga start bermoqda. Mazkur tizim Raqamli texnologiyalar vazirligi va yagona integrator Uzinfocom bilan hamkorlikda yaratilib, hozirda TRIS.uz portali orqali faoliyat yuritmoqda. Bugungi kunda axborot tizimi tomonidan ham tadbirkorlik subyektlari ham aholiga texnik jihatdan tartibga solish xizmatlari ko'rsatiladi. Xizmatlar nafaqat davlat tashkilotlari, balki xususiy sektor tomonidan ham muvaffaqiyatli ko'rsatib kelinmoqda. Bu sertifikatsiya jarayonlari, bu metrologiya xizmatlari, akkreditatsiya xizmatlari, standartlardan foydalanish, ularni o'sha ishlab chiqish jarayonida qatnashish, taklif va e'tirozlarni bildirish, keyin shu standartlar tasdiqlangandan keyin bemalol ochiq internet makonida shu standartlardan foydalanish imkoniyati yaratildi. Axborot tizimi 12 ta asosiy modulni qamrab oladi. Ular orqali standartlashtirish, metrologiya, sertifikatlash, akkreditatsiya va davlat nazoratiga oid barcha jarayonlar raqamlashtiriladi. Endilikda hujjatlar elektron tarzda QR kodlar bilan rasmiylashtirilishi mumkin. Milliy axborot tizimining asosiy modullari akkreditatsiya, standartlar fondi, sertifikatlash, laboratoriya va metrologiya modullarini allaqachon ishga tushirgan. Bugungi kunda Situatsion markaz faoliyati ish boshladi. Bugundan boshlab shu tizim bilan, axborot tizimi bilan bog'liq bo'lgan har qanaqangi aholida yoki tadbirkorlik subyektida savollar paydo bo'lsa, muammolar paydo bo'lsa, Situatsion markaz tomonidan barcha masalalarga oydinlik kiritilib, amaliy ko'mak ko'rsatiladi. Milliy axborot tizimini yana bir asosiy tomonlardan biri nomuvofiq topilgan mahsulotlar to'g'risidagi ma'lumotlarning reyestri tuziladi. Bu ma'lumotlarning reyestri ochiq ma'lumotlar ochiq internetga joylanadi. Ya'niki har qanaqangi foydalanuvchi, xoh aholi yo tadbirkorlik subyekti bo'lsin yoki shu mahsulotni realizatsiyasi, shu savdosi bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan tadbirkor bo'lsin, shu mahsulotni ochiq ko'rishi mumkin. Nomuvofiq mahsulotni O'zbekistonga ertaga importini oldini olinishini yoki shu mahsulotlarni tadbirkorlik tomonidan sotilishini yoki o'sha foydalanuvchi oxirgi aholi tomonidan xarid qilinishini oldini olish imkoniyatini beradi. Xususan sertifikatlash va laboratoriya modullari ham ishga tushirilgan bo'lib, tizimda 90 ta sertifikatlash organi, 160 ta sinov laboratoriyasi va ularga oid ma'lumotlar jamlangan. Yana bir muhim yangilik, xavf-xatarlar tahlili moduli ishlab chiqildi va uni Ichki ishlar vazirligi hamda biznes ombudsman vakillarining axborot tizimlariga integratsiya qilish rejalashtirilmoqda. Olyorxon Hasanov, Oxunjon Normurodov, Rahmon Zaripov, Ovoz informatsion dasturi uchun.